Tavba. Erkakmi xotinmi, qat'iy nazar har bir musulmonga tavba qilish vojibdir. Alloh buyuradi. Albatta munofiqlar olovning eng ostki qavatidadirlar va hargiz ularga yordamchi topa olmassan. Orangizda unga yaqinlashuvchi bo'lmagan hech kim yo'q. Bu Robbing huzuridagi keskin hukmdir. Ey iymon keltirganlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Ajab emaski, Robbingiz yomonliklaringizni o'chirsa va sizni ostlaridan anhorlar oqib turgan jannatlarga kiritsa. U kunda Alloh nabiyini va u bilan birga bo'lgan iymon keltirganlarni sharmanda qilmas. Ularning nurlari oldilarida va o'ng taraflarida yurib boradir. Ular esa, Robbimiz bizga nurimizni batamom qilib ber, gunohlarimizni mag'firat qil. Albatta sen har bir narsaga o'ta qodirsan, derlar. Allohni unutganlarga o'xshagan bo'lmanglar. U zot ularga o'zlarini unuttirdi. Ana o'shalar fosiqlardir, derlar. Bu oyatda aytilgan qaytinglar amri vojib uchundir. Yana Alloh buyuradi: Allohni unutganlarga o'xshagan bo'lmanglar. U zot ularga o'zlarini unuttirdi. Ana o'shalar fosiqlardir. Fosiqlar Allohning yo'ldan chiqqan kishilardir va ikki qismdan iboratdirlar. Iymonsiz fosiqlar, fojir fosiqlar. Iymonsiz fosiqlar Allohga va payg'ambarlarga inonmaydilar. Allohning to'g'ri yo'ldan chiqadilar, buzuq yo'llarga kiradilar. Bu borada Robbimiz buyuradi: Esla, farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Bas sajda qildilar, faqat iblis mustasno. U jindan bo'lgan edi. U Robbining amridan chiqdi. Endi meni qo'yib, uni va uning zurriyotlarini do'st qilib olasizlarmi? Holbuki ular sizlarga dushman-ku. U zolimlar uchun naqadar yomon badaldir. Fojir, fosiq ichkilik ichadi, harom yeydi, zino qiladi va boshqa xususlarda Allohga qarshi boradi. Ibodat yo'ldan chiqadi, ma'siyat yo'liga kiradi, faqat Allohga sherik qilmaydi. Iymonsiz fosiq bilan fojir fosiq orasidagi farq shudir. Iymonsiz fosiqning o'lmasdan oldin iymonga kelib, tavba qilmaguncha afga sazovor bo'lishidan umidi yo'qdir. Fojir fosiq esa o'lmasdan oldin tavba qilsa, af etilishidan umid bordir. Chunki nafsining shahvoniy havoyu havasdan yuzaga kelgan kichik gunohining af etilishidan umid qilishi mumkin. Kibr va g'ururdan yuzaga kelgan katta gunohning esa af etilishidan umid yo'qdir. Iblis gunohining asli kibrdan edi. Shunday bo'lgach, ey musulmon, o'lmasdan oldin yomon fe'l-atvorlaringni tark etishing, yaxshi va go'zal bilan naqshlanishing sening zimmangdagi vazifadir. Shuning uchun ham Alloh buyuradi: U o'zi bandalaridan tavbani qabul qiladigan, yomonliklarni af etadigan va nima qilayotganingizni biladigan zotdir. Shura surasi 25-oyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyuradi: Gunohlardan qaytib, yomon fe'l-atvorni yaxshi fe'l-atvorlarga, xirmonga aylantirganlar gunoh qilmaganday bo'lib ketadilar. Abu Hurayra hikoya qiladi: Bir kecha Alloh rasuli bilan birga xufton namozini o'qigandan keyin uyga qarab ketayotgan edim. Ko'chada qarshimda bir xotin chiqib qoldi va menga dediki: Ey Abu Hurayra, men bir gunoh ish qilib qo'ydim. Tavba qilsam, yana yo'lim ochilarmikin? Men, nima gunoh qildingiz? deb so'radim. G'ayri shar'iy munosabatda bo'ldim va bu munosabatdan bo'lgan bolamni ham o'ldirdim. O'zing halok bo'libsan, dedim xotinga. Bolani ham o'ldiribsan. Sen uchun tavba yo'li berk. Bu gaplarimni eshitgan xotin aqldan ozayozdi. Men esa jo'nab ketdim. Faqat keyin o'zimga men fatvo berdim, holbuki Rasululloh ichkarida, balki men yanglish fatvo bergandirman.
Kirib, Rasulullohga bu masala haqida arz qilay dedim va uning huzuriga bordim. Fatvomni aytganimda Alloh rasuli menga shunday dedi: "O'zingni ham halok qilibsan, xotinni ham. Mana bu oyatlardan xabaring yo'q edimi? Ular Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmasalar va Alloh o'ldirishni harom qilgan biror jonni nohaq o'ldirmasalar hamda zino qilmasalar, kim mana shu gunohlardan birortasini qilsa uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kunida uning uchun azob bir necha barobar qilinur va u joyda xorlangan holda mangu qolur. Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar ila mashg'ul bo'lsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur. Alloh mag'firatli, mehribon zotdir. Kim tavba qilib solih amal qilsa, u albatta Allohga qaytish ila qaytadir." Furqon surasi 68-71 oyatlar. Shunda yanglish fatvo berganimni angladim. Rasulullohning yonidan chiqdim-u, "Eyvoh, menda fatvo olgan xotinni endi kim menga topib beradi?" deb faryod ko'tardim. Bolalar Abu Hurayra jinni bo'lib qolibdi deya pichirlashdi. Keyin zir yugurib ketdim va xotinni topib masalani tushuntirdim. U sevinib, chinqirib yubordi. So'ngra "Mening bir bog'im bor", dedi. "Uni Alloh va uning rasuli uchun sadaqaga beraman." Utbatul G'ulom degan bir kishi bor edi. Fisq va fojir ahlidan edi. Buzg'unchilikda va sharobxo'rlikda unga yetadigani yo'q edi. Ana shu fasodchi, mayxo'r odam bir kuni Hasan Basriyning davrasiga kirdi. O'sha onda Hasan Basriy majlisdagilarga iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Ilgari kitob ato etilmagan edi. So'ng oradan shuncha vaqt o'tdi. Endi dillari qotib qolgan kimsalar kabi bo'lib qolmasinlar. Ularning ko'pchiligi fosiq, itoatsizdirlar. Mazmunidagi oyatni o'qiyotgan edi. Oyatni bitirgandan keyin chiroyli bir suhbat qildi. Shunday suhbatki, butun jamoatni yig'latdi. Shu orada bir yoshgina yigit o'rnidan turdi va Hasan Basriyga xitoban shunday dedi: "Ey mu'minlarning eng go'zal axloqlisi, Alloh menday fisq va fojir sohib gunohning tavbasini ham qabul qilishini bildiradimi?" "Ha, azamatim, agar boshqa bunday qilmaslik sharti bilan yomon fe'l-atvoringni tark etsang va Allohdan av tilasang, seni ham av etadi." Yigit bu so'zlarni eshitganda rangi o'chib, sap-sariq bo'lib ketdi. Har hujayrasining tuklari tippa-tik bo'ldi. Bir oh tortib hushini yo'qotdi. O'ziga kelganda Hasan Basriy unga yaqinlashdi va shu baytlarni o'qidi: "Ey Allohga qarshi yigit, osiy sang'i, gunohkorning jazosi ne, bilasanmi? Osiylarning joyi sair yonar o'zi, shiddatli o't ichra pishar go'zal yuza. Mayli o'tda yonay desang, haqni unut, yo o'zingni gunohlardan uzoqroq tut. Allohingga qarshi gunoh qilgan bo'lsang, tavba qilki, garovdagi oddiy qulsan." Shu payt Utbatul G'ulom ham bir ko'tarib hushidan ketdi. O'ziga kelganda Hasan Basriyga yuzlanib, "Ey ustoz", dedi. "Ko'p marhamatli bo'lgan Alloh menday gunohkorning tavbasini ham qabul qiladimi?" Hasan Basriy: "O'ziga jafo qilgan bandaning tavbasini afuk mo'l bo'lgan Allohdan boshqa kim ham qabul eta olardi?" dedi. Shundan keyin Utbatul G'ulom boshni ko'tarib Allohga 3 xil duo o'qib yolvordi: "Allohim, agar tavbamni qabul qilib, gunohlarimni af etgan bo'lsang, menga tushunish, o'rganish va o'rganganimni muhofaza etish qobiliyatini berki,
o'zlashtirganim har ilmiy asosni aqlimda tutay. Allohim, menga shunday go'zal bir ovoz berki, mening Qur'on o'qishimni eshitgan har kimsaning qalbi qayg'uga cho'mgan bo'lsa ham qalbida mehr ortsin. Allohim, menga halol rizq nasib et va o'zim kutmagan joydan rizqlantir. Alloh uning bu duolarini qabul bo'lishini bilardi. Yigitning tushunish qobiliyati va zakosi ortdi. O'rgangan ilmiy asoslarini hech unutmaydigan bo'ldi. Uning Qur'on o'qishini eshitgan har kishi tavba qilar, yomon fe'llardan voz kechar edi. Har kuni uyiga bir kosa sho'ra bilan 2 lochira kelardi. Bular qayerdan va kim tomonidan yuborilganligini hech kim bilmas edi. Bu hol o'limiga qadar davom etdi. Binobarin, yolg'iz Alloh uchun yomon fe'llardan voz kechib, ilohiy axloq asoslariga rioya qilganlarning hayoti shundaydir. Chunki Alloh yomon fe'llarni tark etib, yaxshi fe'l-atvor bilan naqshlangan va go'zal amallar ado etganlarning mukofotini bekor qilmaydi. Bir olimdan so'rabdilar: bir kimsa tavba qilgan chog'ida tavbasi qabul qilingan yo qilinmayotganligini bilishi mumkinmi? Olim shunday javob berdi: yo'q, qabul qilingani yoki rad etilgani to'g'risida keskin bir hukm chiqarilishi mumkin emas, lekin qabul etilganligini ko'rsatuvchi ba'zi bir alomatlar bor. Kishi o'zida gunoh qilishga mayl bo'lmayotganligini ko'radi. Qalbidan xotirjamlik ketganini ko'radi. Har narsada Allohni hozir, nozir holda topadi. To'g'ri va yaxshi axloqli kishilar bilan birga bo'ladi. Yomon fe'lli kishilardan o'zini uzoq tutadi. Ochko'zlik qilmaydi. Oz bo'lsa ham halol yo'l bilan topganiga qanoat qiladi. O'zining ozgina bo'lsa ham halol yo'l bilan topgani uning ko'ziga ko'p ko'rinadi, lekin qilgan xayrli va go'zal amallari ko'p bo'lsa ham uning ko'ziga oz ko'rinadi. Qalbi doimo Alloh farz qilgan narsalar bilan band bo'ladi. Dinini yomon ko'zlardan himoya qiladi. Davomiy tafakkur holida yuradi. O'tmishida qilgan gunohlari tufayli nadomat ichida yuradi.